Gülleri çekik şirketi alaydı kollagan. Küldür küldür elni güldürer. Muşundan adam saklatkan bana. Pek mürekkep ya. Kirsen bulamdı. Put gel. Kalınıza dadvamaz ne? Kaçtı demeksin? O kaçma. Ma beden boğan bilen. Ma kalın sesi tutan. O kahvaltı Xeyzon cumasız amma malikin şık sağlık. Rahmet Xeyzon. Oldu emsi ben bandım. Toktun ha? Hiç kulama ha? Yatil Çar Sofani Al Khumar. Küldür küldür elni güldürer. Toğuldum ben aşu güzel tağlık kendide. Çoğun boldum namratlıktın kutuluş. Otlık cığının oldu kendide. Tekimi biyip bəxt beyz uzun süreydep. Teşkilge iltimas kılıp. Kattığı turulup. Keldim merkezi şehirtki mono şirketinin birinci kavitiye. Ben turvatkan bu bina adetki bina emas. Ma bina ne? Şezulu detken. Xat yazgan bina degenge. Demek bu bina dikilin hemiz xat yazal etken. Men mi xat yazal etme? Başlığımız etti. Nöbette amallık saklaş hizmeti haddes mühim. Bu binaga her kanda bir idem kiymekçi olsa çokum kinişkisi bile kito. Eğer kinişkisiz bir yersin ki gizvasan Vay vay. Ya nimanda kep bulanmaysa? Muşundan adam saklatkan bana. Raske kılan erkeldin. Ne bu? Töt koçudaki kızılcırakka Jovtun kolunu planlatka. Estağfurullah lahva dememse şu kayısı töt koçudaki kızılcırak geldi. Ne bu? Bula. Valla ben gözün yok mu? O. Pek mürekkep ya. Kinişkiniz var mı ha? Ne mi kirişke? Ba bina kitkan kinişke. Yok. Anda os kesiniz olmaydı. Bu muydu? Hı. Ben kim o bilemse? Siz ne bilmet miken? Hem de şu kinişki lazım de. Ben muşu binanın 3. kavatideki Xayrigül, Xeyzon. Üçüncü kavatdiki. Xeyzon. Tanımayıp miken? Hey, qara, ben kirsem bir narsamni olamal yenip chiqaman. 10 minut. Qanda? Hem kinişkiniz olmasaydı 5 günlük bir kesiniz bulmaydı. Nimanda joyinliman sen ey. O kinişkiniz olsa des jallık edemeyin ha. Bakçilik qilib atding juma meni vayca. Ben bek xuşal ya. Hey. Qara, men abam yerimda o'tib ketdim, ko'mdingmi? Kömeklek. Udul qahvaxonada qahva ichdim, uni ko'rgansa. Kömeklek. Qahvaxonadan chiqib, hojatxonaga kirganimni ko'rgansa. Kömeklek. Bu kızık yap kılken ya ses. Ben diyeceğim ma binanın birinci kavatının amalı kovdukça. Hacetxandan ama. Hey, hojatxonadan chiqqanimni mi ko'rmadingmi? Oy kömeklek. Endi ben kırılı iş yapamagandek. Hacetxandan aldığım hep intimliylep oturup kim kiydi, çoğumu küçükme sanap oturuptum da. Sen onu mu ko'rmasan, bunu mu ko'rmasan? Sen nimani ko'rsan ey zaten? Ondan kıtım dep buldum kinişki ne dedim. Kinişke. Sen kimdin sen? Nayet bir işik bakar mı sen? Ha? Ben bu işikini bakarlığınımdın. Eddes bakırlatma. Hazır bakırlandır koyma. Oy. Ha varız. Ma birinci kat baba men to'sib oldi. Ha, başlığınızdan la başlığını. Sen özenge iş tapding. Cho'ng kashil tapding deb qo'yay. Kim o? Wang Jingli? Yaxshi. Wang Jingli. Jingli'ni tolmayıp miken? Mana? Hey, başqınızdan la başqını, çoğrak başlığınızdan la. Ben özem iş tapdı. Çoğun kaşıl tapdı. Kim o? Hey, bu Wang Jingli'nin gibi ötmey bassa. Bu amanlık saklaş grupsan. Grupu başlığının gibi ötem da. Aşının gibi ötüdüm ha. Ve başlak. Ha ben. Oy, başlık yaman ters ağa kodinken bu ha. Yaman çalva kap get ya. Ha. Bildim başlak, bildim. Ay, biz da çıkkın edem emes ko başlak. Ha? Okuyamagan bilen neyin ha? Şundan medeniyetlik eden biz. Butu. Kesiniz butu. Mende kinişki var mı? Yok.
Kirsam bo'lamdi. Butgan. Yana faxrlanamsan. Haddas faxrlanma. Ay, o'tib baraman. Mana? Ay, o'tib baraman deb changishib ketgan nima qizalning. Nada keram shurayto odamga deganda. Oy. Shal bir ishlarmi desam? O'gay. Bu ne? Yaxshimisiz? Kelishkim ama. Nim kishga? Malın ishib ketgan kelishga. Yo'q. Anda az kesiniz bo'lmaydi. Birsini izlab kelganman. Kimda? Ha, 3-qavatdagi Xayzonni. Ay tarsa xotinni. Tanamsan? Tanımaymikan. Bizde belgilim bor. Siz telefon qiling, sizni oldingiz tushsin. Telefonda to'q qamag'ana. Anda osya qalam. Yo'lning ustiga chiqib bayna, taksidan birini turib, uyingizga berib to'qqashlab olib keling. Rahmat, men to'qqashlab kelaman, sizmi? To'q. Hey. O kallan kapaqmı ya? Ben to'qqashlab kelgan Xayzon saqlab ketmamda, pul akapagil keldim ben. Ay, nimkarma pul akagil kelgan bo'lsangiz, ma'riftingiz o pulni. Endi Xayzon tushmamdi o'zining ishi. Siz endi pulni beremsiz, bermamsiz sizning ishingiz. Bu yerdan kiyamsiz, kiymamsiz kinishkining ishi. Kirgizitdi. Voy, bo'lmaydi. Kirgizayotgan adash. Voy, bo'lmaydi. Va kirgizitdi adash. Sanozda dadvamasizdan. Bundoqingiz bor, o'yinqilgan. Onda bo'lmaydi deganga bo'lmaydi. Amsa telefon qilgan onda. Kimga? Xayzonga. Kim turamiz maqma? Maqa. Kim turing ha? Bildirman. Onda da. Rahmat ya Bag'rim. Ve Bag'rim. Voy, reaksiya qilmay, nereye turing adamning ichida? Bag'rim ha? Va Xayzon? Ha. Abay men sizni to'svaga ayliqqa birinchi qavatga amalli qo'lticha. Ha. Ha, ma biraylas. Voy. Bisvatda. Akilama urib baqay aka. Enga turing ha? Bo'lmaydi. Bu bizning ishga qismdan telefoni. Siz ishlaysiz bo'lmaydi. Qiziqmi, ya pul beray. Bo'lmaydi. 10 qo'y beray. Nech bol? 10 qo'y. Bo'lmaydi. 5 qo'y beray, 5 qo'y. 3 qo'y bersam bo'la? Voy, past qolib o'z qiltingiz siz. Yo'qa. Ham 100 qo'y beray, 100 qo'y. Pulingiz endi chiqmasizda. O pul degan mana masumka 100 qo'ylik taraq pul bor. Anda osya qalam. Siz tikkina ish pulganda bozorga borib, to'ki uzun paylatgan. Nocha telefondan birini olib shilting. Og'zimga bir gap kelgan juma. Bu nimanda qilsa, kirgizmamsa yaga. Voy, kinishki bo'lmaganki, kiygizmayman. Sen o'zing ish topding juma, cho'ng qashib topding sen. Voy, o sening shirkatning shuarma bu. To'liq baliqchima kirgizmamsa? Ha? Kiygizmayman dedim, kiygizmayman. Kirgizmaysa shundami? Kinishki bo'lmaganki, kiygizmayman. Kirgizmaysa shundami? Kiygizmayman. Ras kirgizmaysa? Nima ish qilmoqchi, ha? O'ttirib olaman o'sha qilsa. Ha, yotdimi texman? Yo'q, qo'rqaman. Yo'q. Ammo akali deydek badan bo'lgan bilan mozayda qilgansiz ekan sizdan. Mozay. Yo'q, qo'pang oningizdan. Amag'ana. Saqchiga ma'lum qilma. Asa qo'pang. Qo'psingiz kiygizma bo'lmas, kiygizmayman. Qo'panga. Asma. Rasa qo'panga valla. Unda avval xilat telefonni qildi. Avval Xayzon bir javob qaytarsan. Anadagi kesiniz buta. Bo'lmasa kinishkomsiz kesiniz bo'lmaydi. Hozirda kirgizmaydigan tunqa. Kinishki yo'q, kiygizmayman ha. Kirgizmaysa shundami? Kiygizmaganki aytadigan gap hamda. Kirgizmaysa shundami? Ras kirgizmaysa shunda o'taman. Kiygizmayman. O'tayman bu yoqqa. Kiygizmayman. Voy, o'ta dedim. Kiygizmayman dedim. Yilib bika juma. Kiymeysiz. Ha. Kinishki bo'lmasmi, kirmasam saqlab ketdi. Voy, nima? Qaysafka meni bir chigizvasa? Yama ciddi ishim bor-da. Kinishki bormi? Yo'q, undan as yo'q-da. Qanday olsa kesilib bo'lmaydi. Bir chigizvasa xo'shalab ketay. Mana biroz kesildi. Ha. Kimdan? 3-qavatdagi Xayzon degan xinimni izlaydim. Voy, silamashingiz debdilar. Ha. Yerda tutibsizlar undan.
Ya da. Ben bir telefon qilib bakayım akma. Maqı rahmet. Hey. Hey. Hı? Kim boltib oldingiz ya da? Meni o'rnim bor. Maqana. Onda, yaman ta'tir edemlikka ya bu şirketga. Vay Hayzon. Abay men siz telefon qilgan, siz telefonni bisib etgan. Endi bisib etmagan bo'lsangiz. Men sizni yana bir aylan. Voy. Voy Hayzon. Telefonni men olsam uchun paylik qilgan bu xudo. Naqmay bir chigizbasini qo'shilib ketay. Nima ishlar voyda? Voy shu nima ishim bo'libdi bizning kanatdan 10 nachimiz ishlagan man Hayzonning shirkatida. Endi o'g'anda yut qo'yib balavoqimizni, bir uy o'choqlarimizni yo'qlab kelsak, men mashini bermayapti. Diha ishlamishmasa? Pulni aql kelgan. Shu ish haqimizning o'zini ham aqli kelgan. Olanmaysan al. O nimishqa? Hayzon degan xotinni siz ko'mdingiz qachon? Hatta istarsan. Ha. Qopli yuritgan bir xotin ekan. Qachon desam pulni ati biray. Atkanlar, ati birma deb bugun keldi. Ajab to'g'ri dedilar. Demisim tunigan bankiga vasil debdi, maqi deb 5 kun saqlab o'ttasam, kammini qaylislar. Qalingamina? Lekin bugun yana bankiga vasil debdi, maqi deb hozircha ololmay keldim emasma. Qalingamina? Baydan telefon qilgan mush binoning mush 3-qavatda kasladi. Jiddiy kelishimda. Qalingamina? Ahmaq, jasda qalab. Abay xotin men nima dedi bilamsiz? Nima dedi? Men ishga ketma, narsamni otma, 10 minut. Ketitma dedi. O ketitma? Qochitma demakchi. O qochitma. Yürümekine. Kaçtığa ama pula gelizimde. Ma beden bo'lgan bilan, ma kallı sizni o'tiring. Qochitgan mablag' ketgan tur. Maqana. Siz menga avval yo'lingizga. Unda qilmay meni bir chigizbaslar qo'shilib ketay. O'zlari bilimimiz bor, dixan haq. Azroq pulni bekjabada ishlab, aran topimiz. Uning ustiga meni yo'lim, jutda 10 nachadan qaylab o'tirdi emas, men ko'zni paqirtib. Men pulni ololmay ketsam, xalq olamning oldida yuzga bek saat turdi deyman. Baqalinga. Ha. Men go sizni kiygizsam bek obdan butdi. Ha. Men mo bir dixanning olasan, bizning kelgan. Ha. Ammo bizni belgilim bor emasmi? Men sizni kiygizsam ayna, meni ishdan qo'g'lab chiqarib tutdi. Unda qilman qo'shilib ketay, chuqur qo'shilib ketay. Bichirib chiqsam bo'ladi. Avar bulmana, ojon. Uxlatmadinglar ya adamni. Sizin uchun mavi yerdan kirgizib yetib qolsa-chu. Cho'ng dada deyman mani. Digina. Nima ne? Cho'ng dada. Qirsinmaydi abi. Nima ish qilmaydi? Kelishkisi yo'q. Demisim rasman shu kelishki yo'q. Ilg'a bana ya. Endi g'ob bo'lgan-da. Nima bo'ladi? Kirsi bo'lmaydi. Men pul belgili kelgan odamni kirgizatmay, pul olib kelgan odamni kirgizatyapsan. Kallang ishtimay inkas. Asta sening zodi. Meni o'mati ha? Meni ostimikina? Men sizga deb qo'y. Bir bütün ekşi olgan diken, manda kodişliğe besamaytmaz. Tutunuzma, izzat atına, izzat atına. Bu muskula. Ama gana. Ondan olsun kaç yıldır işimde bitirip çıkar. Toktana raz. Siz bayağı, ha. İşçi kiygendikken, Hayzon diyen xotunu köygen amallam, kap kılıp kolunu tutup, pulunuz benimkice, herkes kapaymamak. Ay, kaçıp kesçu ha. Oğul tutunlar da bakasınız. Xotu işte onlar digil olmaz, kaysafka. Oy, siz bek oddi oylayken bakma bir işline. Ayol lüksek tıkımvekşi vutan. Hayzon diyen xotun bayağı. Pulum var minem. Vay men akay, kökey dep, diha şamçının pulunu vermeyi, kaçmak sulatı var mı şekilde? Bulduk mısın? Vay ne bulduk da mı ne? Ne buldu ha? İstikametim ve yapılmışsınız butumakma. Bunda en yaksı gele birlikiyle. Hayzon diyen xotun tam tutup. Pulunuzu yapırtma. Bana mı yanga? Abda tutulsa Hayzon. Kaçan kegine Hayzon? Hayır oldu. Allah şirkette. Şu. Ey, bunda zuvan boğan ki yapacak olmakta pita çıkak adam bekle da kıdıca. İnkas asta. Pek astıken. Yakala. Yakmak mı? Abay kadar yakala. Öp küçüklik.
Qo'rqdim degina. Men ma? Men qo'rqaptimikin atiq ha? Diha Şemsil'nin pulunu siz vermişsiniz. Ben sizge dep qo'y. Siz tugashdingiz. Siz o'zingizga ish topdingiz. Cho'ng tashil topdingiz bakma. Hayzon, nim kaçlı tapdınız? Ay, ishni pulni keldingmi? Nah, 500 ming. Nima kelasan? Demiş qilmoqchi ha? Par vermekçimi ha? Dep qo'y. Ben oddiygina amalli qo'g'dug'uvchi bo'lsammi, hergiz par vermaydim bakma. Boshqalarning kaynidan pitni yig'ib taqtib, bo'kdan chaplaydiganlarnimi qonuniy javobgarlik tortadi men sanga deb qo'yay. Ben qo'rqmayman ha. Siz aşu emilim bor, xayzon men pulim bor deb Diha Şemsil'ning pulini vermay. Ha. Emilingizdan foydalanib 4 tal nopasini bijirib qolib. Endi butun o'ymilik sohasini kontrol qilib tursiz ha. Men sizga deb qo'y. Siz tugashdingiz. Yana bir deb qo'y. Ma Diha Şemsil'ning pulini vermay, meyadim ma'tma deb xam xiyol aylamoqma? Qaysa, undami deb ketmislar. Hayzonga pulni birib qala. Oy, siz bek oq ko'ngilkan ama. Eğer a pulunuzu bir ütüp kalsayın ha, çoğana adep dolaytma. Egeler. Hadi 5 saat oldu vaxtı bir yemek kaldım. Çoğakre! Nimde pa? Çoğ ana! Mevşin divatta. 5 saat oldu. Aslında bunda vaxtıda ciddiyleşilik adam mendim. Bizning ma şirketning obortidan azroq masala chiqib, men uning xo'jayinidan qarz tutdim. Lekin dehqon ishlamchilarning pulisini nesiga qo'ysam, mening vijdonim uni ko'tarmaydi odam. Bak sat bo'ldi. Rahmat sizdan bak avhar qildik, sizlar ko'p jafo chekdilar. Ayizdik butun xalq nomidan sizlar ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Rahmat yo'q, ishlar bo'lsa yana izlayman. Yo'ldoshlar salamda. Ishqillarga ko'p rahmat asma haqida. Voy, ma kinishkilarni. Ma qamisi. Men mağdım emsi maqa. O qavalda hayzon cumasız amma lekin shiq faqalıq. Ramaq yo'q. Maq yo'qlar. Aras. Rahmatchimi? Xo'jayininga deb qo'yib pulni vaqtida qaytiraman. Qopaqdek turishingni qara. Men o'zimga ish topdim. Cho'ng qashil topdim. Bo'ldi. Eğer seni advokatın izleydi. Ya xayzon, advokat ketmeydi. Ben keşke işten tutma, kimini almashtırma, ketitme. Kaçmakçı mı? Ben de meblag olmasa. Bo'ldi. Yig'lamanga erkak qo'siz. Sizga yetmedi ekan ayna. Avay ishimni ko'rib, dast qaylolaqliq. Ben asli advokatimni cho'q qara. Sizni mushu shirkatda ep qilmoqchi bo'lganligim uchun izlatmoqchi edim. Rasma ha? Ha, mush xizmatni davomli qilsa. Tamam. Shunda. Rahmat xayzon. Uning ustiga bizning shirkatimizga sana o'xshash astoydil, mas'uliyatchan, yuzsiz xizmatchilar lozim. Butu, ben sizga ergashgan xayzon. Sen o'zingga yaxshi ishdan birini topding. Rahmat xayzon. Nima chiqibdi men? Boshqa cho'ngmi ish yo'q. Amba qaraysan. Anondan keyin ancha-muncha remochilik ishlarini qilsan. Besiming bak ig'ir emas, lekin maoshing hasilindi. Rahmat xayzon. Bo'ldi, amsi men maqdim. To'xtang ha. Tinch qilama ha. Kesiniz bitta. Al-Xumar. Küldür küldür elni güldürer. O'zinglarni bir tanishtirib aytabsizlar? Bo'ldi. Men Nijat Yultuzi Itot guruhining guruh boshlig'i Nuriya Abdurahim. Sizlar ko'pchilik ustozlar. Men Nijat Niyaz etit korpusining aktyori G'ayrat Tashqalov. Yaxshimisizlar ustozlar, qaraqanchilar. Men Nijat Yultuzi Itot guruhining aktyori Alimjoyman. Yaxshimisizlar ustozlar, yaxshimisizlar karxanchilar. Mo'larning o'sha vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Nijat Yultuzi guruhining aktyori Hurriyat Mehmet. Alimjoyimizning programmamiz izchil qatnashib kelyapti shundaqu. Albatta kasbiy aktyorlar o'rinlagan etudlar shu programmamiz qatnashgan boshqa moyillardan har qaysi jihatda doim mukammal bo'ldi. Rahmat javob chekdinglar. Albatta bu moyillarimizga bizning ustozlarimizninki qimmatli taklif fikrlarini berdi. Nijat Yultuzi etud guruhininki azmatlari bak yaxshi bir etud olib kelibsizlar. Hozirgi bexatarlik xizmatlarining nihoyat muhim ekanligini bu nihoyat bir yaxshi tem bo'libdi. Etotning umum mazmuni, obrazlarning yoritilishi, har bir obrazning xos xarakteri degandek, har jihatdan obrazlarningki xarakterlarini ko'rdik.
yaxshi bir butun mazmunni ko'rdik. Programmamizni beyit qilganlarga rahmat. Sizlarni tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Namo sizlarni tabriklayman. O'tganda texmi yaxshi nomerlarni olib kelishni va'dalashgan. Shuningga asosan bu qitim yana burunqidan yaxshi saviya ilgirlash bor, shunday. Ish qilib bundan yaxshi etotlarni ko'rdik ekanmiz deb ishondik. Sizlarga muborak bo'lsin. Rahmat. Barliq müşı cəmiyyətimizə bir türküm müşı oxuş bitirib, xizmət kütüb turğan, şundaqlas teatrni yaxşı gördiğan, müşı öz kəsbini söydiğan yaşlarımızı yığıb, Nicat Yıldızı etot qrupusida müşı yaşlarımızı təşkillab, yenidən təxi müşı qrup təşkillangeli qançıq vaqt boldu, bir ay, az degan 2 ay vaqt bolğandı, lekin ballaylıqı, məsələn, bir yerdə bolmagan ekan, repetitsiya qilib, nurgun tayyorlik qilğanğa tazı qolaysız bo'lib qoldi. Shundaq bolsa-mı, müşı azmatlarimiz nayti tirishib, qisqa vaqt ichida adam müşı birlik kelib, müşı etotni o'rlab chiqibdi. Sizlarning müşı ro'yonlarga aprin, bundan texmi tirishib, Nicat Yıldızı etot guruhining texmi chaqnishiga bir kichik hassa qilishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga, chapatatlarga. Rahmat. Nicat Yıldızı etot guruhi bugun intayin yaxshi bir nomerni mahir sifatida qatnashtiribdi. Bir qadar saviyasi yuqori, qurilmasi intayin mustahkam. To'rtisi shu birisidan farqli xarakterlar intayin ro'shan ifodalangan bir etotga sizlarga avval men nomer berman, lekin bir qo'shimcha qilib qo'ysam, men g'ayrat aktyorlik o'qimagan. Qag'ay uchun aktyorlik o'qiganlarga deyman. Men ikkimiz o'qigan, ikkisi o'qimagan. Nuriyam o'qimagan. Nuriya davom etishim o'qimagan. Emasmi? Men Gongbian. Gongbianning o g'ayrat igiz yo'g'ini ressam. Resim to'qamalar. Shu yaqinda shundaq aktyorlik peyz qilib qilib, Xelijiq televiziya teatri bu filmlarda mushuninki o'xshab ketadigan raqashlar rollanjiq o'ynadi bu. Shuningga sizlarni tabriklayman, intayin yaxshi bir nomer bo'pti. Cho'qim bir obdan natijaga erishsizlar deb qarayman. Ham Nicat akamning oqquzgan tariga rahmat. Rahmat, albatta. Sizlarning barliq saldırımız, sizlarning qo'lida ham chiroq yoqdi. Albatta sizlarga o'xshash mushkas tarbiyalangan, ham mushkasni yaxshi ko'rdigan, aktyorlik qizg'inligi bor mayirlarga bizning programmamizdan qo'yilgan talabni intayin yuqori bo'ldi. Boshqa mayirlardan farqlandi hamdi. Aprin izchil programmamizni sizlar qo'llab kelyapsizlar, o'zingizlarning eng esil nomerlaringlarni biz sahnimizga aytyapsizlar. Albatta bizning sehiy korxonchilarimizning bu esil ko'ngil so'g'ilari va programmamizning tajdorligini olgan Molligirin silahlash maylari. Molligirin kıldır sahnasida yana bir qitim ko'rib, naytı hoş buldum. Karvan mablag'lik şirketi nomidan har biringlarning mashinalar bo'lmasa yoki ininglarning, akanglarning mashinasiga Molligirin Abdullar bilan asrash mulozimati sovg'a qilsam. Urumchining qaysi do'konga borsanglar, shu do'kondan shu mulozimatni qabul qilasizlar. Men asrash mulozimati sovg'a qilyapman-ku. Bu sovg'a qilgan asrash mulozimati qilgan vaqtinglarda har qaysi Şinjanning do'konlarida chek tortilgan faoliyat bor. Shuni hargiz unutib qolmanglar. Chek tortsa buningda 50 so'mdan 1000 so'mgacha naqd pul mukofot chiqadi-ku. Shuni unutib qolmanglar. Ma'qul. Shu asrash vaqtida men haqsiz qilgandan deb ketib qolmay, cho'qib chekdan tortib yetib ketinglar demak. Programmamizni alay talab qilgan Abdulla Cho'ng ustam şirketining ko'ngil so'g'isi bor. Yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Yaxshi yumor elib kelibsizlar, yaxshi xo'sh bo'ldik. Bizning shirkatning nomidan oila yurishchidan bir ishni sovg'a qilsam, sovg'amni qabul qilsanglar, ishni ochganda oltin uzuk mashina mukofot chiqish ehtimoligi bor. Chiqib qolsa shirkatlar aloqalashib amallashtira olsangiz-da. Ma'qul. Diqqat qilib ichinglar. Diqqat qilib ichinglarmi? Ha, deyman. Ehtiyot qilib ko'zangga uzuk kirkitib. Yaxshimisizlar? Molligirin Kuldir programmasiga xush kelibsizlar. Men sizlarga bizning Şinjan Sarkar elektr uskunalik cheklanish shirkati nomidan har biringlarga bir yurishdan oilada ishlatadigan meva sharbati mashinasidan birdan ko'ngil qilsam,
şirketimizden ko'ngilni qabul qilsanglar, rahmat. Rahmat. Uy cihazları şirketi mükafat berdi deb qarab o'tarsang, bevisi qirgan birini berib. To'g'ri safadan birini beraytamni kirganda. Sana ham safa bas bo'ladi. Lekin buning safasi qimmat chiqdi-da. Sana mevisi qo'shamdi u. Sana mevisi qo'shamdi. Mevini yeb to'sh. Bo'ldiyjimi o? Shunga yeb. Uning ustiga sarkor mavli 4 safa ketadi degina. Uning da cho'rak safadan birini yeb 4tini o'rtaga suqdi. Rahmat. Sanam şirketining hamda chash asrash, chash quvvatlash, chash bo'yash qatorliq bir yurish mahsulotini hammanglarga bir yurishdan sovg'at qilib olgan bo'lsam, qabul qilgaysizlar. Rahmat. Shunday yaxshi o'ylab berdinglar. Men ko'p rahmat aytaman. Bizningki sizlarning Urumchida, bizning mana Saybotining ichi tarafda ikki siyasetimiz bor. Qaysi tarafdan mashina olmoqchi bo'lsanglar, bayatda deb ketgandek, faqat mashinaning bahasini, biz VGV mashinalarninki mashinalar faqat mashina bahasini to'lab qolgan rasmiyatning pulini biz to'lab berib akasang bo'ldi, mayli dekon qilamsizlar, mayli naqd pul qilsanglar bo'ldi. Mashinalar qilsami? Men sizlarga sog'lomlik sovg'a qilay. Shirkatimizning ko'p xil vitaminlik oqsil talqindan bir sovg'a qilay qabul qilsang, teninglar salomat bo'lsin. Rahmat. Yaxshimsizlar? Men sizlarga Shinjan qo'shtiruv yuvish buyumlari cheklari shirkati ishlab chiqargan Shanfulo markasidagi kir yuvish parachiki, och yuvish suyuqligi, kir yuvish suyuqligi qatorliq bir yuvish mahsulotlarni har biringlarga hadiya qilay. Qabul qilsanglar, rahmat sizlarga. Rahmat. Şinjan Bergi Biopan Texnik şirketidagi barliq xodimlar sizlarningki buningdan keyin san'at hayotingizga utuq tilaydi. Buningdan keyin sahnadagi texnik chaqnagan yorug' yulduz bo'lishingizga tilaklashmiz. Mushundaq bir uchrashish fursatida bizning shirkatimizning sizlarga ko'ngil sovg'isi bor. Ya'ni shirkatimiz Fairlas markasida bozorga nurg'un mahsulotlarni ishlab chiqarib sotyapmiz. Bularning ichidagi eng ko'zir mahsulotimiz bo'lgan Fairlas ko'z ro'shanlashtirish shapligimizdan hammalarga ishga yurishdan sovg'atib qo'ygan bo'lsam, rahmat. Men bugun sizlarga Ihrana Grimchiligi nomidan go'zallik sovg'at qilsam, qiz mayirlarga biz shu sog'lom bexatar materiallardan ishlab yangidan bozorga solgan 18 xil rang chiqadigan osh qapoq surqi, rang tuzash taxtasi, qosh kirpik o'stirish javhari, shundaqla gulning bargidagi ranglar intayin chiroyli lav surqlarimizning har bir xil rangda sovg'at qilsam, o'g'il mayirlarimizning shu teri asrash mahsulotlaridan bir yurishni sovg'at qilsam qabul qilgaysizlar. Rahmat. Xush geldinglar inlerim. Men Gumanaya Inaq Aile Yezigilik Taraqqiyot şirketidan bo'laman. Bizning bu Inaq Aile şirketining Inaq Aile markasi yurishlik mahsulotlarimiz bor. Shu mahsulotlardan bir yurishni sovg'at qilsam, shundaqla kasbinglarga utuq tilayman. Rahmat inlerim. Rahmat. Yaxshimisilar? Sizlarga Urumchi Yeshil Yaproq savdo shirkatimiz ishlab chiqargan Yeshil Yaproq markasidagi sulu etgan choy ichimligidan bir yurishdan sovg'at qilsam, Ettikini naştisi qağa vaqtыңlarda yoki aldirab naştı qilish o'digangan vaqtlarda safarlarda yoki xizmat o'rinlarga elib naştı qilishga to'liq mos keladi. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisilar? Mo'ligirin shu Kuldur programmasida sizlarni ko'rganligimdan daim xursandman. Biz shu shaxsat eg'iz boshliqi vakolatan hammalarga bir 1000 yuanlikdan shu iste'mol kartasi bilan mukofotlasam, shu Urumchi shahri Shinxojani bo'yi yo'li Go'zal Qashtachi mehmonxonasiningki o'rniga joylashgan shaxsat eg'iz boshliqidan bir davolanish mulozimatlaridan, asrash mulozimatlaridan bahramand bo'lib olsanglar bo'ladi. Rahmat. Şinjan Volkan Sovet Çeklik şirketimiz ishlab chiqargan tabiiy jangal shortuz bilan o'z qo'limiz tujuplab ishlangan shortuz mahsulotlarimizdan shu to'rtonlarga bir yurishdan shortuz selin sovg'at qilgan bo'lsam, qabul qilgan bo'lsanglar rahmat. Rahmat. Barliq korxonchilarimiz o'zlarining eng esil mahsulotlarini sizlarga sovg'at qildi. Buningdan keyin yana mushunga o'xshash mukammal itotlaringlar bilan programmamiz qatnashinglarni umid qilamiz. Rahmat, chapachakdinglar. Xayr xo'sh. Sözü son. Telefon 13 75 75. Haqiqiy import qilingan Abdul Mo'ligirin. Ikral
oldidagi qadrli ko'rmanlar, hammamizga xushallik ato qilayotgan Mo'ligirin Kuldir Kuldir programmamizning bu soni o'sha oxirlashdi. Kelar san programmamiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh.